shifokor Ulug'bek Muzrabekovni taklif etganmiz. Demak, ularni suhbatga taklif qilsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yana bir bora. Kayfiyat tilaymiz. O'zingizda kayfiyatlar qanday? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Avvalambor bugun mana shu studiyaga taklif qilganingiz uchun sizga juda ham katta o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga omad. Erta tongdan shifokor sifatida bizni ko'rib turgan muxlislarga qanday tavsiyalarni berardingiz? Qarab turishdi, butun vujudlari bilan nima der ekanlar, nima qilsak bo'lar ekan? Endi har qanday urologdan so'rasangiz, qanday xastalik bilan sizga ko'p murojaat qiladi desa, bu birinchi navbatda prostata bezining xastaligi bilan murojaat qilinadi. Endi prostata bezining xastaligini 3 ta xastaligi bor. Bittasi Xudo asrasin prostata bezining saratoni, rak. Ikkinchi o'rinda turadi bu prostata bezining yallig'lanishi, shamollash va uchinchisi adenoma prostata deymiz, eskicha nomi, yangicha nomi prostata bezining xavfsiz o'simtasi yoki giperplaziya deymiz. Endi shularning orasida eng qiyin tashxis qo'yiladigan bu albatta bu prostata bezining saratoni. Endi masalan 30 yil oldin men bu sohaga kirib kelganimdagi ultratovush apparatlari bilan hozirgi apparatlarning orasida osmon bilan yercha farq bor. Hozir bizga juda ham ancha oson bo'lib qolgan to'g'ri tashxis qilish va davolash. Lekin shunda ham mana shu prostata bezining saratonini to'g'ri tashxis qo'yishda ancha qiyinchilikka uchraymiz. Endi ikkinchi navbatda bu prostata bezining yallig'lanishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu haqiqatda juda ko'p keng uchraydigan kasallik. Statistika bo'yicha 60% bo'lsa, bir statistika bo'yicha 93% gacha hatto beradi. Endi buni o'sha masalan oldingi paytda 20-30 yil oldin biz juda qiynalardik buni ham tashxis qo'yishga. Mana hozir yangi tekshirish laboratoriya usullari takomillashgandan keyin biz hozirgi kunda 100% shuni tashxis qo'yish imkoniyatiga ega bo'ldik. Qancha bemorlar kelib bu kasallik bilan kurashishgan, siz bevosita ularga yordam bergan, sababchi bo'lgansiz va bugun shunday bir ishonch bilan ayta olamizki, boya siz aytganingizdek, bugun zamonaviy tibbiyot shu qadar rivojlanganki, hammasiga chora bor. Xudo xolasa, sizga katta rahmat deymiz. Erta tongdan kelganingiz uchun. Balki ba'zi yurtdoshlarimiz bu kasallik bilan shifokorga borib murojaat qilishiga uyalishar. Lekin umid qilamizki, bugungi suhbatimiz ko'plar uchun manfaatli bo'ldi. Ko'plar nima deydi, o'ziga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Va suhbatimiz yakunida maslahat, tavsiyalaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Endi maslahatimiz shuki, har qanday kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish osonroq. Shuning uchun aytdik, o'sha 40 yoshgacha hech narsa bezovta qilmasa mayli, urologga unaqa qadib ko'rinishga hojat ham yo'q. Lekin 40 yoshdan keyin bir yilda bir marta, hatto stomatologga ham bir yilda bir marta borishga tavsiya qilinadi-ku. Bu ham shunga o'xshagan narsa. Endi bitta gap bor-ku, 40 yoshgacha har qanday inson tabiatning farzandi. 40 yoshdan keyin u o'ziga o'zi harakat qilish kerak. Mana shu qoidani dasturamal qilsak, rejalarimiz sari olg'a intilishda davom etamiz. Salomat bo'lsak, yaxshi ishlar qilamiz, Anvarjon. Albatta, bugungi suhbatimiz, umuman ko'rsatuvimizni juda ko'plab vatandoshlarimiz tomosha qilishyapti. Buni bizga yo'llanayotgan SMS xabarlardan ham ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Omon-omon dastur ijodkorlari, ijodingizga omad.